Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adham Amin Nemutlu. 3-qism. Inson o'ziga yolg'on gapirgani sari o'zidan nafratlana boshlaydi. Chunki vaqt o'tib tushunadi. O'z-o'zini aldash insonning o'z kelajagiga qilgan eng buyuk xiyonatidir. Bir haftadan so'ng guruh bilan tanishdim. Guruhdan olgan mollarimni ma'lum manzillarga olib borishim va diqqat qaratmasligim kerak edi. Buning uchun o'qish sumkamdan tashqari hech qayerga moddani solishim mumkin emasdi. Qat'iyan mumkin emasdi. Odatdagi o'quvchi bo'lib ko'rinishim, lekin tashuvchi bo'lishim kerak edi. Menga berilgan manzillarga ketayotgandim, ammo shu bilan birga yana meni xuruj tutayotgandi. Qo'llarim titrayotgandi, ko'zlarim xiralashgandi, miyamning ichi olov to'pidek yonayotgandi. Badanimdagi og'riqlar tanish holat bo'lib qolgandi. Taksi, avtobus kabi jamoat joylarida tashish mumkin emasdi. Boradigan joyimga yayov borib, hech kimning diqqatini jalb qilmasligim lozim edi. Badanimdagi taranglik oshib borar ekan, shaharning gavjum ko'chalaridan birma-bir o'tayotgandim. Bola edim. Hali o'quvsiz bo'lganim uchun nima qilishni bilmasdan qiyalikdan pastga tezligi tushib ketgan bir yuk mashinasiga o'xshab siljayotgan edim va politsiya guruhini ko'rib qoldim. Ichim qo'rquvga to'ldi. Qochsam sezib qolishardi. Doim meni kuzatishayotgandek tuyulardi. Tahlikali xayollar ichida tez qadamlar bilan manzilimga yetib bordim. Qo'ng'iroqni chaldim. Hech kim ochmadi. Besabrlik qilib qayta tugmani bosdim, chunki molni tashlab tezroq o'zim ham olishim kerak edi. Ancha vaqtdan so'ng binodan bir kishi chiqdi. "Kimni qidiryapsan?" dedi. 3-qavatdagi 6-xonadonga kelgandim, amaki, lekin eshikni ochishmadi, dedim ichki bir qo'rquv bilan. "Uyda yo'qlar-ku, sen kimlari bo'lasan?" dedi sinchkov nazar tashlarkan. "Qarindoshiman, amaki, menda bir omonatlari bor, shuni bermoqchi edim", dedim qo'rquvimni yashirishga harakat qilgancha. "Men bu uyning qo'riqchisiman, menga tashlab ketishing mumkin, men ularga beraman", dedi sumkamga nazar solarkan. Ammo tashlab keta olmasdim. Faqatgina aytgan odamlariga berishim kerak edi. "Yo'q, amaki, men shu yerlardaman. Qachon qaytishini bilmaysizmi?" "Yo'q, bilmayman. Aytganimdek tashlab ketsang men berib qo'yaman." "Yo'q, amaki, men yana kelaman." "Nima olib kelganding, tinchlikmi?" U endi shubhalanayotgandi. "Muhim emas, amaki." Hali gapimni tugatmasimdan cho'ntagidan guvohnoma chiqarib menga ko'rsatdi. Qattiq qo'rquv ichida yugurishni boshladim. Ortimdan esa fuqaro kiyimidagi politsiya xodimlari yugurishni boshlashdi. "Hoy yigit, to'xta!" To'xtay olmasdim. Ilgarilari hayotimda bunday qo'rquvni his qilmagandim. Bu shunday bir qo'rquv ediki, og'riqlarim to'xtagan, hatto titrashim ham to'xtagandi. Faqatgina ahmoqlardek yugurib qochayotgandim. Tor ko'chalardan o'tib, yo'llardagi odamlarga urila-turtila izimni yo'qotgandim. Men bilgan, oldinroq men narkotik modda iste'mol qilgan bir inshootga o'zimni otgandim. O'tirdim. O'sha payt u yerda qoldim. Qo'rquv butun vujudimni taslim qilgandi. Politsiyadan qochib qutulgandim. Biroz yengillashgandim, ammo xuruji yana meni yo'qlay boshlagandi. Cho'ntagimda ortiqchasi bilan mol bor edi. O'sha vaqtda guruh bilan ishim ham yo'q edi. Rohatlanishim kerak edi. Moddadan yetarlicha oldim. Igna bilan tomirimga sanchdim. Yana rohatlanayotgandim. Xursand edim. Ko'zlarim yumilishiga yaqin esa Lilini ko'rdim. Menga qarab kelayotgandi. Shirkatim kundan kun katta zarar ko'rardi. Har kun o'tgan sayin shirkatning iqtisodiy ahvoli og'irlashib borardi. Bular uchun yagona mas'ul men edim. Balki ko'proq ishlashim kerak, balki yanada jasur bo'lishim lozim edi. Hafta oxirlarida biroz o'zimga vaqt ajratishga harakat qilardim. Endi o'ylasam, ehtimol buning ham fursati emasdi. Shunday qilib, yanada qat'iy harakat qilib, oyma-oy xarajatlarni tahlil qilishga tushdim. Xotirjam aql bilan qayerda kamchiliklar borligini aniqlashim, muammolar qayerda chiqayotganini tushunishim kerak edi. Diqqatimni jamlab, har bir mayda tafsilotlarga e'tibor qaratishim shart edi. Chunki xato qilishga haqqim yo'q edi. Shularni o'ylab o'tirganimda o'g'lim Alining kuchugi Lili sekingina yonimga keldi.
Men itlardan nafratlanardim, do'stim. Bu haqda sizga aytganman. Ular menga otamni eslatardi. Itsan sen, it, isqirt it. Bu so'zlar menga bolaligimda otam tomonidan ko'p aytilardi. Lili oyoqlarimga yaqinlashganda birdan asabiylashib ketdim. O'rnimdan sapchib turdim. Daf bo'l bu yerdan, isqirt it. Yana necha marta aytaman. Ali, itingni olib chiq. Alidan sado yo'q edi. Qayerda bu bola? Necha bor aytdim bu itni uyga kiritmasin deb. Lekin har safar kiradi. Hatto menga yaqinlashadi ham. Qo'limdan yomonlik chiqadi. Men Aliga baqirib turar ekanman. Xotinim Jeyda oshxonadan chiqib hayrat to'la ko'zlari bilan menga qarab qotib qoldi. Ko'zlari go'yo fol toshiday ochilgan, rangi oqarib ketgan edi. Jeyda, nima bo'ldi? Dedim xavotir bilan. Gardon, Sardor, gardonni ko'rdingizmi? Gardon? Nima deyapsan, Jeyda? Ha, o'sha katta yoqut toshli gardon. Tortmalarni ko'rdingmi? Yaxshilab qidir. Balki ahamiyat bermagandirsan. Men seni bilmaymanmi? Shirkat ishlari bilan ovora bo'lib, xayoling tarqoq bo'lgan. Ertalabdan beri qidiryapman, Sardor. Hamma joyni qaradim. Qidirmagan joyim qolmadi. Yo'q, hech qayerda yo'q. Ayolim bilan tepa qavatga chiqdik va gardonni izlashni boshladik. Ammo u yerda bizni yanada battar holat kutayotgan ekan. Faqat gardon emas, bir qator qimmatbaho buyumlar ham yo'qolgan edi. Brend ko'zoynaklar, soatlar, tilla taqinchoqlar va yana ko'plab narsalar izsiz yo'qolgan. Uyga o'g'ri kirdimi, Sardor? Bu nimasi? Men gardonni izlayotganimda e'tibor bermabman, dedi Jeyda hayrat aralash qo'rquv bilan. Qanaqa o'g'ri? Agar chinakam o'g'ri kirgan bo'lsa, bu yerdagi hamma narsani olib chiqib ketmaydimi? Unda bularni kim qiladi, Sardor? Hozir aybdor yana menmanmi? Tabriklayman, Jeyda. Hamma joyda meni ayblaydigan nuqtani topasan, hatto hozirgi vaziyatda ham. Qayerga ketdi bu narsalar, Sardor? O'g'ri bo'lmasa nima bo'lishi mumkin? Shu payt bir-birimizga qaradik. So'ng bir vaqtda ikkovimizning og'zimizdan ham bir xil so'z chiqdi. Ali. Ha, rostdan ham Ali qayerda edi? Ovozini eshitmaganimga ancha bo'lganda. Ilgari oshxonada tez-tez ko'rishib qolardik. Endi esa kunlab, haftalab ko'rmayotgandim. Ali qayerda? Dedim yana. Shoshilib telefonimni oldim va unga qo'ng'iroq qildim. O'chiq edi. Aslida men anchadan beri Aliga qo'ng'iroq qilmagandim. Hayron edim. Bu bola telefonini anchadan beri o'chirib yuradimi? Balki o'qishda bo'lsa kerak, dedim o'zimga. Ammo bugun hafta oxiri edi. Yoki do'stlari bilanmi? Lekin uning do'sti bormidi o'zi? Shu fikr bilan bog'ga qarab yurdim. Har tarafni qidirib chiqdim, ammo u yerda ham yo'q edi. Uyga qaytib, darrov Jeydadan so'radim. Ali qayerda? Xabaring bormi? Mendan so'rayapsizmi? Dedi u sovuqqina ohangda. Albatta, sendan so'rayapman. Kimdan so'rayman? Onasi emasmisan? Siz esa otasisiz. O'zingizdan ham so'rang unda. Men ham yetarlicha dard bilan yashayapman. Bu xotin bilan aslo til topisha olmayotgandim. Hatto dadajon esa, Alini topsangiz, u olgan narsalarni ham toping. Ular qimmat, pul keladi, pul, dedi Jeyda o'zini oqlaganday. Ammo hozir men uchun eng katta dard bu emas edi. Xayollarim faqat bitta savol atrofida aylanar edi. Ali qayerda? U kim bilan? Haqiqatan ham u soatlar, taqinchoqlarni o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkinmi? Nimaga bunday qilgan bo'lishi mumkin? Telefoni nega o'chiq? Yo'qsa telefonini ham sotganmi? Aqlim joyidan chiqayozdi, do'stim. Hozir siz endi aqling joyiga keldimi deyayotgandirsiz. Afsuski, ha, endi joyiga keldi. Telefoni o'chiq edi. Buni tushuna olmasdim. Bu qanday mas'uliyatsizlik? Avvallari agar men bunday qilganimda dadam meni urib o'z o'rnimni ko'rsatgan bo'lardi. Ammo bu zamon bolalari erkatoy. Haddidan ortiq erkatoy. Shu payt birdan xayolimga bankka qo'ng'iroq qilish keldi. Alining kredit kartasidagi xarajatlarni bilmoqchi bo'ldim. Kartaning limiti to'la edi. Yo'q, hatto butunlay to'lgandi. Yana yomoni,
mening kartam ham to'la ekan. Ali hattoki mening kartamdan ham foydalanib mablag'ni yechib yuborgan. Bu holatni tushunganimda jahldan, g'azabdan aqlimni yo'qotayozdim. Buni menga o'g'lim qildimi? O'g'rimidi u? Nima istadi? Bermadikmi? Men otamning menga qilganlarining birortasini unga qilmagandim. Unga bir aytilsa, ikki bo'lmasda. Nima qilib bu ahvolga tushib qoldik? Itsan sen, Ali, it! deb yubordim. Bu so'z, bu faryod, bu otam menga aytgan so'zlar edi. Endi esa men uni o'g'limga qarata aytayotgandim. Buni aytganimni o'zim ham sezmabman. Asabiylashgan paytimda boshqa qanday yo'l borligini bilmasdim. Bu mening yagona ifoda uslubimga aylangan ekan. Mendan boshqa narsa kutish mumkinmidi? Nima kutish mumkin edi mendan? Uydan chiqib, Alini qidirishga tushdim. Maktab atrofidagi kafelarni, do'konlarni, xiyobonlarni aylanib chiqdim. So'radim, surishtirdim, ammo hech kim uni ko'rmagan edi. Go'yo yer yorilib, Ali o'sha yoriqdan tushib ketganda, g'oyib bo'lganda. Alining do'sti bormidi o'zi? Men buni hech qachon bilmasdim. Hattoki uni izlash uchun hech bir do'stining ismini ham ayta olmasdim. Shunga qaramay, yana maktab ro'parasidagi kafega qaytdim. Ofitsiantdan Ali haqida so'radim. U esa kafening bir chekkasida o'tirgan, yoshlikdagi beg'uborlikni yo'qotgan bir yigitni ko'rsatib, "U Alining sinfdoshi, xohlasangiz undan so'rashingiz mumkin", dedi. Bolaning ismi Tayfun edi. Yoniga borib o'zimni tanishtirdim. "Men Alining dadasiman. Alini ko'rdingizmi? Bir necha soatlardan beri undan darak yo'q." Tayfun yengilgina kulimsirab, "Uni topish qiyin emas, akajon. Ehtimol pastroqda joylashgan sayilgohda ko'ngil yozayotgandir", dedi. Sayilgohmi? Ichimda bir nido ko'tarildi. Bu bola telefonini o'chirib, buyumlarni o'g'irlab ketadi-yu, ustiga ustak sayilgohda yurgan bo'ladimi? Bu gapga ishonmasdim. Lekin umid so'ngan chog'da odam har qanday izga ergashishga tayyor bo'ladi. Tez-tez qadamlar bilan sayilgoh tomon yo'l oldim. Sayilgoh ancha katta edi. Yuragimda qo'rquv, ko'zlarimda iztirob bilan bir tomonga qarab yurdim. Alini topishim kerak edi. Boshqa hech narsa muhim emasdi. O'sha damda sayilgohda yurgan odamlar orasida o'g'limni ko'rish uchun bor narsamni berishga tayyor edim. Ammo Ali kelmadi. O'rniga uzoqdan Lili, o'sha kuchuk yugurib chiqdi. "Bu yerda nima ishing bor, it?" dedim ishonolmay. Undan nafratlansam ham o'sha payt ich-ichimda shunday bir fikr tug'ildi. Balki Ali bilan birgadir. Lili akillab menga qaradi-yu, so'ng yugurib ketdi. Men esa indamay ortidan bordim. Biroz yurganimizdan so'ng sayilgohning orqa tomoniga, daraxtlar tagidagi odamlar kam yuradigan, g'ira-shira, soya va sukunat bilan to'lgan joyga yetib bordik. Bu yerda hatto sayilgohdagilar ko'p holatda yoddan chiqaradigan burchak edi. Shu yerda kuchukni ortidan ergashib yurganimga achinib, ortimga qaytmoqchi edimki, bir daraxt soyasida yerda cho'zilib yotgan Alini, o'g'limni ko'rdim. "Ali, o'g'lim, bu yerda nima qilyapsan sen?" U meni ko'rgan zahoti ko'zlari katta ochildi. Go'yo xayol ichida yurgan odam birdan uyg'onib ketganidek. Lekin Allohim, ro'paramda turgan bu bolaning holatini ko'rib, yuragim siqilib ketdi. Bu mening o'g'limmi? U shu darajada ozganda, suyaklari sanaladigan, ko'z atrofi ko'kargan, rangi sapsariq, ust-boshi chang-to'zonda qolgandek edi. Kiyimlari kir, yuzi ozorli edi. Bu bola qanday qilib bu ahvolga tushib qoldi? Sababi men edim do'stim. Ha, men yillar davomida o'zimni oqlab yurgandim, lekin endi ko'zim bilan ko'rib turibman, aybdor menman. Men uni haftalab ko'rmay qo'ygandim. Shirkatdagi muammolarni bahona qilib, uyga kelmay qo'ygandim. Alini unutgandim. Uning yuragini, iztirobini eshitmaslikni tanlagandim. Lekin hozir uni o'sha qorong'i, chang bosgan, sovuq yerda titrab yotganini ko'rib, barcha bahonalarim yelga uchdi. Endi faqat Ali bor edi. Faqat u. Ali,
Ali, biror nima de o'g'lim. Bu nima ahvol? Bu sayilgohda bu kimsasiz joyda nima qilyapsan? Nimalar bo'lyapti? Qayerda yuribsan? Ali, iltimos biror nima de. Hech qanday ifoda bildirmasdan yuzimga ham qaramay orqasini o'girdi va bu yerda keta boshladi. Men esa nima bo'layotganini tushunmasdan holim gangib qolgan odamning holiga o'xshardi. Ali, to'xta o'g'lim, meni eshit. Bu nima ahvol? Javob bersang-chi. Ammo o'g'lim indamadi. Faqat yuzimga tikilib turdi. O'sha nigohda hayot yo'q edi. So'ngan, mungli, charchagan bir ko'z qarashi. Qo'llari esa titrab turar. O'zi go'yo yurib ketayotgan skeletga o'xshardi. U orqasiga o'girilib, yo'lida davom etarkan, yo'l yoqasidagi bir burchakda narkotik iste'mol qilayotgan yoshlar ko'zga tashlandi. Ba'zilar Aliga qarab kulishdi. Ayrimlari unga salom berdi. Ular uning do'stlarimidi? Ali, to'xta. Meni eshityapsanmi o'g'lim? Necha marta aytaman, to'xta. Men orqasidan yugurib borarkanman, u birdan boshini biroz burib menga qaradi. Bir lahzalik ko'z qarash, ammo so'ng yana keta boshladi. Qadamlarini tezlashtirdi. O'sha onda xotiramda bolalikdagi bir kun jonlandi. Otam meni tashlab o'z otiga minib ketgan kun. Senga aytganman do'stim. Bu gal esa yuragim qattiq og'rindi. Ali biroz yurdi, so'ng birdan yo'lini boshqa bir bola to'sdi. Ammo Ali to'xtamadi. Hech kim va hech narsa uni to'xtata olmasdi. Uning ko'zida dunyoga loqaydlik, yuragida esa allaqachon yulib tashlangan tuyg'ular bor edi. Men ham ortidan borishda davom etdim. Bu bola endi yolg'iz yura olmasdi. "Hoy Ali, to'xtachi qani?" deb qichqirdi uni to'xtatmoqchi bo'lgan yigit. Men ham yugurib borib yetdim. Alini bu holatda yolg'iz qoldira olmasdim. Lekin ko'zim ko'rgan narsa butun tanamni larzaga soldi. "Mollarimiz qayerda, Ali?" deb baqirdi yigit. Birdan Alining yoqasidan oldi. "Qanday mol?" deb hayrat bilan so'radim. Ammo so'rog'imga hech kim e'tibor qilmadi. Bu orada o'sha yigitning boshqa do'stlari ham paydo bo'la boshladi. Tahlika oshib borayotganini aniq his qilardim. Havoning o'zi og'irlashgandek. Yuragim g'ashlanib, badanlarim muzlab borardi. Men orqaga emas, faqat o'g'lim tomonga qadam tashlashim kerak edi. Qanday bo'lmasin. Shunday yigitlardan biri menga tik qarab dedi: "Sen aralashma, Ali yaxshi biladi mol nima ekanini." So'ng yana bir musht tushirdi Aliga. O'sha onda butun dunyo ostin-ustun bo'lib ketgandek bo'ldi. Men jim tura olmasdim. Men qo'rqoq bir it emasdim. O'sha zahotiyoq musht bergan yigitga tashlandim. Ammo ular ko'pchilik edi. Bir zumda meni o'rab olishdi. Qo'lim, oyog'imni bosib yerga yotqizishdi. Men qarshilik ko'rsatardim. G'azabim o'zimni yondirardi, lekin bu yetarli emasdi. Shu paytda boshqalari Aliga tashlana boshlashdi. Ketma-ket musht ustiga musht. O'g'lim mening, bolam ko'z o'ngimda do'pposlanayotgan edi. Men nima qila olardim? Hech narsa. Yerdaman, bosib turishgan. Yig'lab ham bo'lmasdi. Faqat yuragim ezilar, tanam titrardi. Qanday qilib bu yerga kelib qoldik? Yo'qsa, bugungi kungacha uning o'zgarayotganini sezmabman. Gapirmagan, sir tutgan. Endi esa mana bu. Ali, nima bo'lyapti o'g'lim, aytsang-chi? Bu kimlar? Mol degani nima? deb zo'rg'a gapirdim. Ammo javob mushtlar ovoz edi. Garchi bir payt nihoyat Ali og'iz ochdi. "Dada, aralashmang", dedi sovuq va dovruqli ohangda. Bu Ali emasdi. Men tanigan Ali emasdi. Bu mening masalam, gapirdi. Ammo u boshqa odamga aylanib qolgandek edi go'yo. Bu gaplarni mening bolam aytyaptimi? Ammo u yana davom etdi. "Hisoblaringiz men bilan. Dadamni tinch qo'ying." Toshday so'zlar. Ko'nglim titradi. Yig'lay olmadim. Yuragim siqilib qotib qolgandi. Men anglagan edim. 16 yoshli o'g'lim bu notanish, xavfli yigitlarga qarshi meni himoya qilmoqchi edi.
U o'zini oldinga otib, meni orqasida qoldirmoqchi bo'ldi. Ey Allohim, bu qanday holat? Bu qanday farzandlik? Qanday otalik? Bu yigitlar kim edi? Nima talab qilishardi? Mol deganlari nima edi? Aqlimni yo'qotayozdim. Biroq bir lahza tin oldim. Nafasimni ichga yutdim. Yuragimdagi g'alayonni bosdim. Ko'zlarimni guruh boshida turgan salobatli, ehtimol yetakchi bo'lgan yigitga qadadim. Bir muddat dovdirashni bir chetga surdim. So'ng imkon boricha osoyishta, ammo qaltiragan tovushda dedim: "O'g'limni qo'yib yubor. Darding pul bo'lsa, men to'layman. Faqat o'g'limga tegma." "O'g'lingizni ko'p qarzi bor amaki." "Qancha ayt, qo'limdagi soat qimmat turadi." Kartmonimni va soatimni olishdi. Guruh boshlig'i aniq bo'lgan bola menga yaqinlashdi. "Bizga aralashilmaydi, xabaring bo'lsin", deb do'stlariga qaradi. "Bo'ldi, qo'yib yuboring ketsinlar." Ali qo'llaridan qutulgan zahotiyoq yerdan turib ulgurmay yugurishni boshladi. Tezda turdim va ortidan yugurishni boshladim. Bir yugurish bilan oxir-oqibat uni tutib oldim. "To'xta deyapman senga. Jinursun, to'xta. Nega to'xtamayapsan? Bas qil." "Siz kimsiz? Kim?" "Men sening otangman, Ali, otang." "Bugungacha qayerda edingiz? Menga otalik qildim deb o'ylayapsizmi? Qachondir yonimda bo'lganingizda hozir bunaqa bo'lmasdi. Bir otaning vazifasi bolani moddiy ta'minlash emas." Bu so'zlarni aytayotganda o'g'limning ko'zlarida g'azabdan boshqa narsa yo'q edi. Bularni bu tarzda aytayotgan mening o'g'limmidi? Alining qo'lidan ushlashim bilan uning qo'li ko'karib ketganini ko'rdim. O'g'lim rosmana narkotik qabul qilayotgandi. Bu qanday bo'lishi mumkin? Ustiga ustak menga qarshi jahldor va isyonkor bo'lib qolgandi. Otam menga qilmagan hamma yaxshiliklarni unga qilgandim. Uni otamning mendan ayagan narsalari bilan ta'minlagandim. Bunga javob shumi? Avtoritar bo'lmadim. G'azab bilan uni o'qitmadim. Shumidi javob? Yuragimda og'riq paydo bo'lib, butun badanimni qamrab olgandi. Bu afsuslanishmi yoki barchasidan pushaymonlikmi bilmasdim. Nahotki o'g'limga e'tiborsizligim tufayli kech qolgan bo'lsam, endi unga nima bo'ladi? Bilmasdim. Lekin o'sha vaqtda diqqatli bo'lishim kerak edi. Sababi ro'paramda o'g'limning qo'llari titrayotgan va otashlanayotgan ko'zlari menda edi. Xuruj tutayotganga o'xshardi. O'g'lim qarshimda turardi, lekin u begonadek edi. "Yur o'g'lim, uyga ketamiz. Seni bu yerda qoldira olmayman." "Yo'qoling dada. Yur dedim senga, Ali." "O'g'lim, men siz bilan hech qayerga bormayman, tushunmadingizmi?" deb qo'llarimdan chiqib qochib ketdi. Ortidan yugurdim, ammo yeta olmadim. Endi yetib oldim deganimda oyog'im chalinib qoqilib tushdim. Yiqilgan joyimdan tura olmadim. Shu qadar yig'ladimki, tasvirlab bera olmayman. Yerdan turishga ham majolim qolmaganda, chorasizlik va pushaymonlik butun badanimni egallab olgandi. Bir otaning eng muhim ustuvorligi oilasi bo'lishi kerak, ishi emas. Butun hafta davomida tinmay Alini izladim. Endi ish haqida o'ylamayotgandim. Politsiyaga ham xabar bera olmasdim. Avval o'zim bu g'alvalar qanday sodir bo'lganligini bilishim kerak edi. Aybdormi, yo'qmi, uni ham bilmasdim. Kafelar, saylgohlar va ko'chalarni ostin-ustun qilib qidirdim. Kimsasiz va qorong'u burchaklarni, inshootlar, uysizlardan so'rab nimalarni sinovdan o'tkazib ko'rmadim deysiz. Ammo u yo'q edi. Topa olmayotgandim. Endi har kunim bir xil edi. Ertayu kech Alini qidirish bilan o'tayotgandi. Bir haftadan buyon o'g'lim Alini kun-tun qidirib, qalbimdan o'tib ketmas dard bilan yashar ekanman. Uning onasi Jeyda uchun go'yo bu voqea ahamiyatsiz edi. U odatdagidek ishi bilan band, beg'am hayotini davom ettirardi.
Qorong'u kechalarning birida uyga charchoq va iztirob bilan qaytdim. Uyga kirsam, Jeyda qayergadir ketish uchun tayyorgarlik ko'rayotgan ekan. Beparvolarcha ko'zim oldida u oyna oldida o'tirib, yuz-ko'ziga pardoz qilayotgandi. Tinchlikmi, Jeyda? Bu tayyorgarlik nima? Pardoz qilib qayerga ketmoqchisan? Dedim hayrat bilan. Qayerga deyapsizmi? Bugun kechqurun muhim uchrashuvim bor. Nima bo'ldi? Endi savol berish yangi odatingizmi? Deb javob qaytardi u parvo qilmagandek. Savol emas, bu haqiqat. Ali yo'qolgan Jeyda. O'g'limiz bedarak. Katta bola-ku, qanday qilib yo'qoladi? Balki o'g'irlagan pullarini yeb yurgandir. Qaytib keladi. O'sha paytda jazosini beramiz, o'tib ketadi. U hali hamon bola. Sen katta deb atagan yigit u emas. Kuldirmang, Sardor. 16 yoshga to'ldi. U endi yigit. O'g'irlik qilib yuradigan darajada. Agar farzandingiz qayerda ekanini bilishni istasangiz, avval o'sha ishlari uchun javobgarlikni ham hisobga oling. O'sha paytgacha Jeydaga haqiqatni aytmagandim. Balki yuragi siqilib, tushkunlikka tushar deb tilimni tishlab kelayotgandim. Balki topib olarman, ancha ishlarimni to'g'irlab hal etarmiz deb o'ylagandim. Ammo o'sha lahzada ichimdagini yashira olmadim. Ali narkotikka aralashib qolgan Jeyda, dedim tinimsiz oh urib. Nima? Nimalarni gapiryapsiz? Alahsirayapsizmi? Biz pokiza, yaxshi bola tarbiyalaganmiz. Bu ahmoqona tuhmat. Bo'lmasa ham siz o'zingiz o'ylab topgansiz. Ko'zim bilan ko'rdim, o'z ko'zlarim bilan Jeyda. Alahsiramang, Sardor, keyin gaplashamiz. Mening borishim kerak bo'lgan juda muhim uchrashuvim bor. Sen qanday onasan-a? Rostdan ham qiziqyapman. Nima? Hozir menga nima demoqchisiz? Oldin ayolligim haqida kamsitib gapirayotgandingiz. Endi onaligim uchun aybdormanmi? Men onamdek emasman, Sardor. Bo'lmadim ham. Men farzandimga erkinlik beraman. U istaganicha yashaydi. Unga bosim ham qilmayman, tanqid ham. Hatto yashayaptimi yo'qmi, uni ham bilmaymiz, Jeyda. Yashayapti. Hatto sayohatda yuribdi deb ishonchim komil. Siz esa xayolga berildingiz. Shirkatdagi muammolar sabab asablaringiz buzilgan. Har bir narsa uchun meni ayblashingiz noto'g'ri. Tushunmadim, Jeyda. Siz tanlagan hayot uchun men va Alini ayblashingiz noto'g'ri. Biz qurbon emasmiz. Hayotingizni o'zingiz tanlagansiz. Uning oqibati uchun ham javobgarlikni o'zingiz oling. Muvaffaqiyatsizliklaringiz uchun boshqalarni javobgar qilishni to'xtating. Men Ali haqida gapiryapman, Jeyda. Bolam haqida. Alini qo'ying, Sardor. Muammo unda emas, muammo sizda. Ha, sizda. Muvaffaqiyatsizlikni tan oling. Har kuni boshqa bir aybdor qidirishni bas qiling. Men ishimda yuksaldim. Shunday ekan men aybdormanmi? Bu haqiqat, Sardor. Tan oling buni. Jeyda bu so'zlarni yuzimga baqirib aytdi. Men esa jim turdim. Bu lahzada dardim shirkat ham emas, ishlar ham emas. Faqatgina o'g'lim Ali edi. Ammo Jeyda uchun masala boshqa. Mening muvaffaqiyatsizligim va uning muvaffaqiyati edi. Endi esa do'stim, hech narsa muhim emas. Bolam narkotik balosiga giriftor bo'lgan. Uni kunlab topa olmayapman. Jeyda esa men bilan yurak emas, ego o'yin o'ynayapti. Hamma narsa shirkat, ish, muvaffaqiyat bari ahamiyatsiz. Men faqat bitta narsani istayapman. Alini topish. O'lganmi? Tirikmi? Qayerda yuribdi? Nima bo'ldi unga? Jonim bolam. Hozir shubhasiz siz ham o'ylayapsiz. Nega endi esingga tushdi deb. Ha, do'stim. Afsus. Jeyda baland poshnali tuflilarining tovushi bilan uydan chiqib ketdi. Orqasidan nafrat bilan qarab qoldim. Bu onalik emasdi. Ammo men otalik qildimmi? Jeyda ishga qiziqish bilan yonib kuyayotganda, doimo bo'lgani kabi
xuddi mendek. Ikkimizning ko'zlarimiz anchadan beri ishimiz va mavqeimizdan boshqa narsani ko'rmay qolganda. Men payqamasam ham undan farqim yo'q edi. Lekin shu holatda ham ishni o'ylay olishiga ishonolmadim. Bu vaziyatga qanday kelib qoldik? Tushunish qiyin. Xo'p, biz bu holatga tushganimizda yagona o'g'limiz qanday ahvolda edi? Har kuni u bilan suhbatlashdikmi? Cho'ntagidagi pul va kartalardan boshqa qandaydir yaqinlik ko'rsatdikmi? O'g'limiz ayni damda kim bilsin, qaysi qorong'u burchakda vujudiga qaytarib bo'lmas zarar berayotgandir. Buni qanday qilib payqamadik? Haqiqatan ham shu qadar beparvo bo'ldikmi? Shu onda oshqozonimga shunday og'riq sanchildiki, o'zimni zo'rg'a hammomga otdim. Ichimda nima bo'lsa, hammasini qaytarayotgandek bo'ldim do'stim. Ovqat yey olmay qo'ygandim. Hatto suv ichsam ham qaytargim kelayotganda. Nimalarni boshdan kechirayotganimni, qanday azoblarni tatib ko'rayotganimni so'z bilan aytish qiyin edi. Bir zumga xayol surib ko'ring do'stim. O'g'lingizni yo'qotganingizni tasavvur qiling. Bir otaning dardini o'ylang. Osonmi? Aslo. Bunga loyiqmidim? Oxirgacha do'stim, haqiqat shu. Onaning vazifasi faqat bola tug'ish bilan cheklanmaydi. Barchaning yarasi oiladir. Real hayotda bo'lgan voqea. Adhama minni mutlu. 3-qism tugadi. E'tiboringiz uchun rahmat.